qiziga sovchi kelmasa bir folbinga boryapti. U o'zini diniy qilib ko'rsatib olgan. Na dinni biladi, na tibni biladi. Hech narsani bilmaydi. Boryapti-da, mani qizimni oldini to'sib qo'yibdi, oldini ochib bering. Baxtli qilib bering. Astagfirulloh. O'zi baxtsiz bo'lgan odamdan baxt so'rayapsiz. Agar u baxtli inson bo'lganda shu ishni qilarmidi? O'sha folbin bo'lishi, ilmi amal qiluvchi, sehr jodu qilishligi o'zi uni baxti qarorligi. Qolaversa undaylarni oilasini ko'rsangiz, o'zini hamma farzandi deyarli baxtsiz. O'ziga, oilasiga baxt qilib bera olmagan sizni farzandingizga baxt qiladimi? Allohdan qo'rqing. Qizingizni baxti kelmayotgan bo'lsa Allohdan so'rang. Avvalo qizingizni yoki farzandingizni yoshligidan go'zal tarbiya qiling. Odob va axloq bering. Ilm va ma'rifat bering, kasb va hunar beringki, uni jufta halollari eshingiz oldida navbat kutsin. Uni talabgorlari darvozangiz oldida navbat kutsin. Siz uni shunaqa tarbiya qiling va orqasidan duo qiling. Allohim qizimni baxtini bergin, o'g'limni baxtini bergin deb duo qiling. Sababini izlang. Ammo haqiqiy baxt, saodat bu Allohdan. Hech kim hech narsa qila olmaydi. Chunki Allohning o'zining yana bir oyati bor. Estaizu billah. Qul la amliku li nafsi naf'an wa la darran illa ma sha'a Allah. Wa law kuntu a'lamu al-ghayba lastakthartu min al-khayri wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa bashirun liqaumin yu'minun. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ayting, Alloh xohlaganidan tashqari o'zim uchun biror foyda va zarar keltirishga ega emasman. Agar g'oyib ilmini bilsam edim, xayrli ishlarni ko'p qilgan bo'lar edim va menga yomonlik yetmagan bo'lar edi deb ayting deyapti. Qarang sizlar, payg'ambarimizga Alloh taolo siz shuni aytib qo'ying deyapti. Ya'ni men hech kimga zarar yoki foyda keltirishga qodir emasman. Agar g'oyib ilmlarni bilganimda o'zim shundan foydalanardim. O'sha xayrli ishlarni ko'p qilgan bo'lar edim. Yomonliklar menga yetmagan bo'lardi deb ayting deb Rasulimiz alayhisalomga Alloh aytayapti. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam ham shu ishni qila olmasliklari bu oyatda ko'rinyapti sizlar. Manfaat, zarar keltirish kimgadir, baxt berish, baxtni qaro qilish Allohning qo'lida, Allohning irodasida. Aqlli, zaki odamlar bunaqa narsalarga ishonmaydi va bormaydi azizlar.